radio anlıqçı dostlar. Sarxil əsərlər albomi proqramımızın rəngdar məzmunlarını көңіл aramanlığı sunuvatımız. Balılıqdaki arzular degan mavzudagi hikoyasini sunamiz. Başlangıç məktəbinin 3-cü illigida o'qiyotgan chaqlarimda adabiyot muallim menga nihoyat yaxshi muomala qiladi. Muallim qapqara sochlarini doim to'kib elib, yarishimliq nemcha ko'nglaklarini kiyib oladi. U balaliqdagi o'ligim, shundaqla qalbimdagi namuna edi. Muallim o'zining kichik bir qizning qalbidagi qahramon ekanligini bilmaydi. Bu kichik qizning adabiyot darsini tilashib o'rganishi, ko'rgan anglag'anlarini birma-bir tasvirlab yozishning hammasi shu o'qituvchisining kulib turib, "Yaraysiz" degan so'zini anglash uchun edi. O chaqlarda bir mazgil cho'ng bo'lsam, adabiyot o'qituvchisi bo'laman. Ko'zlarimdan umid nuri yig'ib turadigan, kelgusiga cheksiz ishonch bilan qaraydigan bolalarni yetishtiraman deb orzulagan edim. Taki muallim darsxonada topshiriq daftarimni ko'rsatib, o'zini kulib etishdan oran tutib, "Endi biz ma'lum bir savodishimizning maqolasini anglab baqaylik-ku. Garchi bema'niroq yozilgan bo'lsa-mu, oxirini yaxshi tushiribdi" deganiga qadar adabiyot o'qituvchisi bo'lish xiyolida bo'lgan edim. Shu qitimliq maqolaning temasi bir qitimliq unutilg'usiz ish bo'lib, men tunji qitim sahnaga chiqqan vaqtimni yezib, mundaq ta'sirlagan edim. Sahnadagi muzlar erib, oppoq tumanlar ko'tarilgan edi. Do'stlarim bilan birlikda tuman arsida usul o'ynadik. Bu ko'rinish xuddi tushimdagidekdi. Muallimning masxara oralash kulganicha o'qib, mush yerga kelganda sinfdagi savodoshlarimning partiga urib turib, qoqoqlab kulib ketganini menga unutmayman. Muallim kulksini besilib ko'pchilikka, "Bu mazmunlar taqtuqi yozilgan bo'lsa-mu, boshqa yerlari bo'lib qoldi ekan-a?" dedi. Muallim balkim buni kichikina ishqu deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Lekin bu ishni 10 yoshli qiz kishini ko'nglidan hurmatlaydigan birining qilishi bu qizga nisbatan osmon o'rilib, yer ko'mirilgandek ish hisoblanadi. Keyin muallim meni izlab kelib, sahnada o'yin qo'yganda menmi batdim, lekin naq maydonda muz bilan tumanmi yo'qtirsa, nemishqa undaq yozsangiz deb so'radi. "Mushundaq yozsam, xiyolimdagidek chiqadi ekan emasmi?" dedim men to'tiqlig'imcha. Muallim kulib ketdi. Bo'ldi, tushundim. Lekin esingizda tuting, bundan keyin bundaq reallikqa uyg'un kelmaydigan ishlarni yozib yurmang, dedi. Maqola daftarim tarqitilgandan keyin qizil rangda bo'yalgan jumlalarimga burchakka yozib qo'yilgan "Bekla bema'na" degan xatga, shundaqla cho'ng-cho'ng 4 tal o'ndash belgisiga qarab qaytib qoldim. Yazganlarimdan o'zimni go'monlanib qolgan edim. Agar to'liqsiz o'tir maktabga chiqqan vaqtimda meni rag'batlantiradigan, tasavvurga boykansiz deb maqtab turadigan mehribon ustozimga yo'liqmagan bo'lsam, mundaqlik yozib qo'ygan maqolam o'lgulik maqola sifatida sinfda o'qilmagan. Manga oz-ozdan ishonch berishlanmagan bo'lsa, balkim xiyolimdagidek maqolalarni yozishdan mangu voz kechgan bo'lardim. Esimda qilishicha, bir qitimliq imtihonda bizga sav-sav to'g'riliq maqola yozish savoli chiqqan edi. Saboqdoshlarining hammasi qalamdimi, alamdimi bor bu tarixiy shaxsning muvaffaqiyat mag'lubiyatlarini tutqi qilib yozibdi. Faqat men o'zimni tutib ololmay, sav-savning to'qal olganligini chiqish qilib, bu kishining hayotini yakunlabdiman. imtihon qog'ozini topshirib bo'lib pushaymon qilib qoldim. Yozganim tarixga uyg'unmi
Bəkli bema'ni bo'lib qoldimi qandaq? Muallimning maqola yozish talabiga tushgan bo'di. Shularni o'ylab, nihoyatda tit bo'ldim. Albatta sizlar muallimning qo'limda nihoyatda o'zgacha yozilgan bir maqola bor, birlikda anglab boqaylik deganida, bo'libmi dal mening yozganimni o'qiganida qanday hissiyatda bo'ladiganimni. Oxirida o'qituvchimning boshmaltig'ini chiqarib, "Yaraysiz" deganida, yana qanday hissiyatda bo'lganimni tasavvur qila olasiz. Har bir odamning mushundaq chog'lari bo'ladi. Kishilik hayotingizda burilish yasay oladigan heliqi kishi xuddi taqdir sizga avatgan yo'lboshchidek hayot manzilingizdagi sizga taalluq yo'lni ko'rsatib beradi. Dal mushu paytda men buruqtirma holatimdan qutulib chiqdim. Chunki hech bo'lmaganda bir menga xiyoliga, tasavvuriga asosan maqola yozishning bema'nilik bo'lmaydiganligini, kulgilikmi emasligini, tasavvurning kishiga hayajon, o'zgachilik ato qilganligini aytdi. Shu sababdan men hozirgi men bo'la oldim. Yerim pardoz nomli asrimni yozganda quloq tubimda nurg'un qitim yozolmaysan degan ovozlar shivirlagan edi. Kitobni nashr qilishdan burun bu kitobning bozori bo'larmi deganlarmi bo'lgan. Keyin men mushu kitobim bilan bozorlik kitobning avtori bo'lib qoldim. Tang sulolasi astronomiya nomli asrimni yozayotganda biraylan menga tema bek cho'ng bo'lib ketibdi. Bundaq asarni yozish qiz bolaga ancha mos kelmaydi dedi. Lekin keyinchi bu kitobim bilan nurg'un o'qirmanlarning olqishiga erishdim. Mundaqcha aytganda, kishilik hayotda mayli qandaq orzularingizning bo'lishidan qat'iy nazar, orzularingizni yana bema'ni his qildiganlar cho'qim chiqadi. Balkim ularning yomon niyati yo'qdir. Biroq ularning dunyosi uchun sizning dunyoingiz hamon g'alati va tushuniksiz. Tabiiy fanda o'qishni tanlamsiz yoki ijtimoiy fandami? O'qish bitkizgandan keyin taraqqiyotda so'ra shaharda qolamsiz yoki yurtga qaytamsiz? Qilishni xohlamaydigan xizmatni tanlamsiz yoki qiziqadigan ishni qilishni xohlamsiz? Kelgusidagi hayot yo'lingizda orzularingiz bilan reallik o'rtasidagi talash tortish menga to'xtamaydi. Reallikqa uyg'un kelmaydigan xiyollarni qilmang. Bundaq deydiganlar yana chiqishi, hatto bundaq gaplarni balkim eng yaqin odamingiz deyishi mumkin. İstaklarimizning amalga oshmasligidan qo'rqib yurmay, tishimizni tishlab birlikda tirishaylik. Kelgusiga todil yuzlanib, orzu kunlarimizni po'raklab ijildiraylik.